Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu inson nimaga asosan bir narsaga ishonadi degan temada o'zimningki ba'zi izlanishlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Men rasmiy temaga kelishdan burun ba'zi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, yer sharining yumloq ekanligi milodiyadan burungi 5-asrda tunji qatim o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, 2000 yildan keyin, ya'ni 16-asrga kelgan vaqtida ondan rasmiy isbotlangan. Shundaq bo'lsa-mu, lekin uning mushu, ya'ni yer sharining yumloqligi insonlarningki qabul qilishi uchun taxminan 500 yil vaqt ketgan bo'lib, mushu 16-asrga kelgan vaqtida yer shari yumloq deb rasmiy o'tirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, uningdan keyingi 500 yil jarayonida ondan insonlar barbara mushu yer sharining yumloqligini qabul qilgan. Albatta bu yerda yanala barliq insonlar deyamaymiz, yana mushu yer sharida yashayotgan mutlaq ko'p sondagi insonlar hozir mushu yer sharini yumloq deb qaraydi. Lekin nayt afsus shuncha cho'ng bir fakt oldidimi dunyoda yana bir qism insonlar bu yer sharini yumloq emas, tuz deb qaraydigan bo'lib, bularning ichida o'qiganlar bor, har xil sohadagi donliq shaxslarmi bor. Bu hargiz o'qimagan dehqon yoki qariq qo'saqlarningki qarshi bo'lmasdan bularning ichida ya'ni yer shari yumloq emas, tuz deb qaraydiganlarning ichida har qaysi sohadagi donliq shaxslar bor. Undaqda nima uchun bu insonlar bu yer sharini yumloq emas, tuz deb qaraydi? Gerçi bu insonlarningki soni jihatda, ya'ni yer sharini yumloq deb qaraydigan insonlar bilan solishtirgan vaqtida nihoyatda oz sonliqni egallasimi, biroq hozirgidek fan texnika yuqori darajada taraqqiy qilgan, ya'ni sun'iy amro va boshqa olam uçquchi aeroplanlari bilan bu yer sharini ko'rgili bo'ladigan, suratga olg'ili bo'ladigan, sin filmlari olg'ili bo'ladigan shundoq bir ahvol ostida nima uchun bu bir qism odamlar yer sharini yumloq emas, balkim tuz deb qaraydi. Buni misol qilishimdan sabab hargizmi kimning xato, kimning to'g'ri ekanligini ta'kidlash emas, balki insonlarningki qarshidagi, ya'ni nimaga ishonishni tanlashidagi farqning naqadar cho'ngligini misol qilib tushuntirish uchun buni bir misol sifatida ko'rsatdim. Undan boshqa o'tgan yil shu Amerikadagi donliq universitetlardan biri bo'lgan Cornell universitetida bir ilmiy maqola e'lon qilgan bo'lib, u maqolada shu o'tgan yilning 5-dan 5-oyninki 26-kunigacha butun dunyo miqyosida ingliz tilida e'lon qilingan 38 million maqolalarni analiz qilish orqali ularning ichida taxminan 1 millionninki to'g'ri bo'lmagan uchurlar,
yoki yolg'on uchurlar ekanligini bayqagan ularning ichida yana bir qism uchurlar bu mushu hozir dunyoda tahdid bo'layotgan COVID-19 yoki koronavirusi bilan munosabatlik uchurlar bo'lib, bu uchurlarni tafsili analiz qilish orqali biz o'ylab boqmagan ba'zi narsalarni bayqagan. Agar birisi bizdan kelib so'rasa, ya'ni Uyg'urlardan so'rasa, bu COVID-19 kesili yoki koronavirusi nereden paydo bo'lgan desa, ishonamanki, Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi bu koronavirus ya COVID-19 kesili Xitoydan paydo bo'lgan, bo'libmi bak Xitoyninki Wuhandagi tajribaxonasidan paydo bo'lgan deb javob berishi mumkin. Undaqda bu dünyadaki mushu bo'libmi bak ingliz tilida so'zlaydigan kishilar bu masalaga qanday qaraydi degan vaqtida mushu Cornell University ilib borgan tadqiqotning natijasiga asoslangan vaqtida men yuqorida deb o'tgan 1.116.952 xato uchur ichidagi koronavirusi ve COVID-19 kesili bilen münasebetlik uçurlar içinde təxminən 26.4% uçur şu COVID-19 kesilliğe nispeten bir xil möcizilik davalaş yüz berdi dep qargan bolsa 4% adam bu koronavirusi ya COVID-19 kesilini şu Amerika'daki bir kısım güçler yani deep state yoki derin devlet degan şu güçler dünyanınki yeni tertibi üçün paydo qilgan deb qarayotgan. Bunday aytgan vaqtida hammamiz ko'rayotganimizdek bu vaba dünya miqyosiga tarqab 1,5 yilga yaqin vaqt ichida teqcha bir mo'jizilik davolash yuz bergani yo'q. Yuqumlanganlarning ish berishiga ergishib o'lib ketayotganlarning soni uzluksiz ko'payyotidi. Bo'libmi bak yaqinqi bir oy ichida Hindistonning ahvoli hammamizga aniq. Lekin ama şu xalqlar, insonlar yani bu kasalga nisbatan bir xil mo'jizilik davolash yuz berdi yoki bo'lmasa u vaba unchalik xatarlik emas deb qaragan. Anandan keyin men yuqorida deb o'tgandagidek 4% adam bu virus yoki bu vaboni Wuhan'daki tecrübexanda emas, belki şu Amerika'daki bir kısım güçler şu dünyanın yeni tertibi üçün paydo qilgan deb qarayotgan. Undan boshqa 3.6% adam şu Amerika'ningki Demokratiya partiyasi paydo qilgan aldamchilik deb qarayotgan. Faqat 2.6% şu uçurlarning ichida 2.6%'i bu virus yoki bu vaboni Wuhan'dagi tajribaxona paydo qilgan deb qarayotgan. Bu bizningki şu qarashimiz yoki ishonishimiz bilan nihoyatda ko'p farqliq bo'lib bu biz deb qaragan uchur bilan asosan mos kelmidi degan gap. Undan boshqa eng g'alati yeri şu koronavirus yoki COVID-19 kesilini Wuhan'dagi tajribaxona paydo qildi deb qaraganlar bilan Bill Gates paydo qildi deb qaraydiganlarning soni asosan yaqinlashib ketgan. Ya'ni 2.6% adam Wuhan'dagi tajribaxonada paydo bo'ldi deb qaragan bo'lsa, 2.5% adam Bill Gates paydo qildi deb qarayotgan. Anandan keyin 2.1% adam bu COVID-19 kesili koronavirusi bilan
mushu 5G'liq mushu internet tor texnikasi münasebetlik deb qarayotgan. Anandan keyin 1.6% Yahudilarga qarshi suiqasd tufaylidan paydo bo'lgan deb qarayotgan. 1% mushu Amerikaninki mushu Sayya kasallik tadqiqot idorasininki mushu yuqumli kasalliklar sho'basiniki boshlig'i doktor Fuchi paydo qilgan deb qarayotgan. 1% adam 1% uchur yoki shu ingliz tilidagi chiqadigan uchurlar. Anandan keyin 0.7% adam planlangan vabo deb qarasa, anandan keyin 0.6% adam bu shaparangninki sho'rpisini ichib paydo bo'lgan deb qarayotgan. Yuqoridagi bu uchurlarni men misol qilib ko'rsatishimninki sababi insonlarninki o'xshash bir shayga bo'lgan tonishi, ishinishi osmon zimin farqliq. Bizning nazarimizda cho'qim Wuhandagi shu tajribaxonadan paydo bo'ldi deb qaralgan bu virus yoki bu vabo mush ingliz tilida so'zlaydigan dunyo miqyosidagi bu insonlarning qarashida boshqacha bo'lib ko'rsatilgan. Buningdan nimani ko'rib olamiz degan vaqtida buningdan insonlarningki tonishi, ya'ni bir narsani rost deb qarashi yoki nimaga ishonishi nihoyatda cho'ng darajada farqli bo'lib, u biz degandagidek pokitga emas, balki shu insonlarning tushunchasiga bog'liq bir masala ekanligini bulardan ko'rib olamiz. Endi yuqorqi shu tadqiqot maqolasi va statistik sonliq ma'lumotlardan qaragan vaqtida haqiqatan shu insonlarning bo'libmi bak shu ingliz tilida so'zlashadigan insonlarningki ko'p qismi bu COVID-19 kasali koronavirusiga nisbatan bizga o'xshash qarashda bo'lmasdan, balki bu koronavirusi bir siyosiy o'yin deb qaragan. Bu statistik sonliq ma'lumotlarni ko'rganimizda bizning kallamizga keladigan savol, nima uchun u insonlar koronavirusni siyosiy o'yin deb qaraydi? Bu shunchalik aniq Xitoydan paydo bo'lganligi bo'lib, shunchalik aniq tursa yoki bo'lmasa bizning qarshimizdagidek bu Wuhandagi tajribaxonada paydo qilgani shunchalik aniq tursa, nima uchun bu insonlar faqat bir qismi biz bilan o'xshash qarab, ko'p qismi uni har xil o'yinlar bilan bog'laydi. Bu misollarni keltirishimning asosli sababimi yanala shu insonlarningki qarshidagi va nimaga ishonishdagi farqning naqadar cho'ngligini ko'rsatib berish uchun men bu misollarni sizlar bilan o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Endi bizningki bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan asli temaga qaytib kelsak, ya'ni insonlar nimaga ishonishi, nimaga asosan bo'ladi? Ya'ni pokitga asosan bo'lamdi yoki boshqa narsalarga asosan bo'lamdi deganda, shu ba'zi tadqiqotchilar psixika nuqtasidan chiqish qilib ba'zi tadqiqotlarni ilib borgan bo'lib, uning natijasiga asoslangan vaqtida insonlarning nimaga ishonishi u bir tanlash jarayoni. Hargizmi pokit yoki boshqa narsalarga asosan emas, balki o'zining insonlarning nimani rost deb ishonishi va nimaga ishonishni tanlashiga bog'liq. Ya'ni insonlar o'zi ma'lum bir narsani rost deb tanlasa,
shuningga asosan o'zining ishonchini tanlaydi degan gap. Ko'p sonda insonlar yana bir narsaga ishonmoqchi bo'lgan vaqtida dalil isbotga asosan emas, balki o'zlari rost deb bilgan narsalarga ishonadi. Misolan, dalil degan vaqtidami bu yerda ya'ni insonlar orasida nimaning dalil bo'la oladiganligiga nisbatan cho'ng qarashlar, cho'ng farqli qarashlar bo'lib, ba'zi insonlar bir narsani dalil isbot deb qaragan bo'lsa, yana boshqa insonlar uni dalil isbot deb qaramasligi mumkin. Shuningdek, bu yerda insonlarning nimaga ishonishi u bir tanlash. U bir tanlash. Ya'ni insonlarning nimaga ishonishni tanlashiga bog'liq. Agar bir inson mani rost deb qarasa, shunga ishonadi degan gap. Yana bir inson boshqa bir narsani rost deb qarasa, u shunga ishonadi degan gap. Bu yerda ham insonga mos keladigan bir o'lcham yo'q demakchi. Ko'pincha ahvol ostida. Shunga hozir bu yerda bu dunyoda asosliq tashabbus qilayotgani ya'ni mushu ilm fanga ishonish yoki mushu normal turmushdagi hodisalarda ilm fanga ishonish, ya'ni shu orqali bir o'lcham yaratishga tirishyotidi, lekin bu xil o'lcham texi yaratilgani yo'q yoki mutlaq ko'p sondagi insonlar tarafidan qabul qilingani yo'q. Bu haqda ilib berilgan yana mushu boshqa tadqiqotlarning natijasiga asoslanganda bo'lib bak mushu psixikalik nuqtadan insonlarningki psixikalik nuqtadan ilib berilgan ba'zi tadqiqotlarning natijasiga asoslangan vaqtida insonlarningki nimaga ishonishda insonlar axloqni doim dalil isbotning ustiga qo'ydiganligi isbotlangan. Yani insonlar bir narsaga ishongan vaqtida dalil isbot emas, balki axloq fazilat o'lchimini dalil isbotning ustiga qo'ydiganligi bu tadqiqot natijalaridan isbotlangan. Bumu mushu haqda ilib berilgan bir tadqiqotniki ilmiy maqolasi bo'lib, uningdimi mushu axloqniki avom xalqniki. Yani albatta bu yerda yuqori saviyadagi fan texnika tadqiqotchilari yoki fan tadqiqot olimlari emas, balki avom xalqning nimaga ishonishniki asosiy sabab ekanligi to'g'risida yakun chiqarilgan. Ya'ni axloq bir insonniki, ya'ni bo'lib bak avom xalq doirasiga tava bir insonning nimaga ishonishniki asos sababidir. Undaqda insonlarning nimani rost deb bilishi va nimaga ishonishi tanlashiga ta'sir ko'rsatadigan omillar qandaq omillar, ya'ni qandaq omillar insonlarning nimani rost deb bilishi yoki nimaga ishonishiga ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida birinchisi insonlarning universal saposi va tarbiyalanish ahvoli. Bu insonlarning nimaga ishonishni tanlashiga ta'sir ko'rsatadigan nihoyatda muhim omilning biri. Ya'ni insonlarning universal saposi va tarbiyalanish ahvoli. İkincisi insonlar o'sib yetilgan ijtimoiy jamiyat. Ya'ni u jamiyatda rost yolg'on aralashib ketgan bo'lsa, nurg'un ishlar qonunliq yoki adolatsizlik bilan ilib beriladigan bo'lsa, bundaq jamiyatda o'sib yetilgan insonlarning psixikasida bir xil gumonxo'rlik ahvoli ig'ir tus olgan bo'lib, bu insonlar hamma narsaga
gumon bilan qaraydi. Ya'ni boshqalar ishongan bir narsaga ishongan bo'lsa, bu xil insonlar uning dal aksiga ishonadi. Bu mush insonlarningki o'sib bitilgan ijtimoiy jamiyat bilan bevosita munosabatlik bo'lib, bu o'sib bitilgan mush insonlar o'sib bitilgan ijtimoiy jamiyatdagi tengsizlik, adolatsizliklar bu insonning psixikasida boshqalar bilan farqli bir ahvolni shakllantirgan. Uchinchisi, insonlarning diniy e'tiqodi va axloq fazilati. Ya'ni insonlar shu insonlarning diniy e'tiqodi va axloq fazilat qancha yuqori bo'lgansa, ularning ishonchisida, ya'ni ishonishni tanlashida shu diniy e'tiqod va axloq fazilat ustunlikni egallaydi. Ko'rayotgan isbotninki qandoq bo'lishidan qat'iy nazar uni asosan diniy nuqtai nazar yoki axloq o'lchami tarafidan izlanib, shu asosda o'zininki nimaga ishonishni tanlaydi. To'rtinchisi, insonlarning o'z-o'zidan qanoat hosil qilish ehtiyoji. Ya'ni insonlar bir narsaga ishonmoqchi bo'lgan vaqtida mushu narsaga men ishonsam, meningki o'zimninki mushu ro'y kayfiyatimni qanoat qilishda yoki bo'lmasa qanchalik ahamiyati bor. Uni garchi undaq hisoblamasimi, lekin o'ziniki qanoat qilish tuyg'usi u insonning nimaga ishonishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Beshinchisi, insonlarning nimani o'ziga eng foydali deb qarashi. Ya'ni misolanga bu dushmanimning dushmani do'stim deganga o'xshash, masalanki shu dushman taraf degan narsaningki aksi cho'qim bizga foydali degan nuqtai nazar bilan dushmanga ziyonliq bo'lgan narsaga ishonib, dushmanga foydali bo'lgan narsani inkor qiladigan ahvol shu insonlarning nimani o'ziga eng foydali deb qarashdagi ta'sirotdan bo'lgan deb qarashga bo'ladi. Oltinchisi, insonlarning uchur manbasi yoki so'zliguchiga tutgan pozitsiyasi. Ya'ni ko'pincha insonlar nisbatan o'zi ishongan yoki o'zi ishonchlik deb qaragan uchur manbasi bo'ladigan bo'lib, ular asosan shu uchur manbasidan kelgan uchurlarga ishonishni tanlaydi. Yoki bo'lmasa so'zliguchininki jamiyatda tutgan o'rniga qarab, mavo mundaq odam uning degani cho'qim rost deb shuninga ishonishni tanlashi mumkin. Ya'ni bu ba'zi rost so'zlar yoki amaliyot jamiyatda tonilmagan yoki odatdagi insonlar ig'zidan chiqsa yoki bo'lmasa o'zi ancha nazarga ilib ketmaydigan insonlarning ig'zidan chiqsa, bu so'zniki qanchalik rost bo'lishidan qat'iy nazar balkim insonlar uningga ishonmaslikni tanlashi mumkin. Shunglashqa bu yerda insonlarning nimaga ishonishi faqat ularningki tanlashiga bog'liq bo'lib, yuqorida deb o'tgan bu omillar insonlarning nimaga ishonishiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Oxirida bu rasm orqali bu bugungi bu ko'z qarashlarim to'g'risida bir yakun chiqarmoqchi. Ya'ni bu rasmda ko'rayotganinglardagidek bu yog'och yoki nim bo'lsa bo'lsin, uning bir tarafi 3 bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafi 4. Shu sababdan bu ikki odam birisi 3 desa, birisi 4 deb gap talashgan. Ya'ni bizningki anglaganlarimizning hammasi ko'z qarash bo'lib, u pokit emas. Ko'rganlarimizning hammasi u faqatla sirtqi ko'rinish bo'lib, u haqiqat emas. Undaqda nima pokit bo'ladi, nima haqiqat bo'ladi degan vaqtida uni tonish uchun yolg'iz anglash yoki ko'rish yetarli emas.
anlagandan, ko'rgandan boshqa eng muhimi biz aqlimizni ishlatib tafakkur qilishimiz kerak. Şeylerning mohiyatini tunib yetishimiz kerak. Faqat shundoq bo'lgan vaqtida aningdan keyin pokitni tunib yetalaymiz, haqiqatni tunib yetalaymiz. Agar biz tafakkur qilmay, aqlimizni ishlatmay, faqat anglaganlarimizga ishonsak yoki ko'rganlarimizga asosan, ya'ni şeylarning faqat sirtqi ko'rinishiga asosan hukm chiqarsak, u hukm to'g'ri hukm bo'lmaydi. Shunlashqa biz boshqalarga quloq berish bilan birga, ya'ni şeylarning sirtqi ko'rinishini ko'rish bilan birga eng muhimi Alloh bergan aqlimizni ishlatishimiz va tafakkur qilishimiz kerak. Bugungi bu leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Bu nihoyatda cho'ng doiraga tutishadigan bir cho'nqur mazmunliq bir tema bo'lib, buni bir qitimliq leksiya so'zlash bilan hammani aniq tushunib ketish uncha oson emas. Shundoq bo'lsa-mu, men o'zimniki bu jihatdagi izlanishlarni sizlar bilan bir o'rtoqlashib, bu haqda dastlabki qadamda bir tushuncha hosil qilishni maqsad qilib bu leksiyani sizlar bilan o'rtoqlashdim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.